Ehtiyot bo'l, hey uchastkovoy, ularni ba'zilari inspeksiyaga aylanib ketgan. Ana shunday qizga bir pallada kichkina joyi qashladi, gul bazmini boshladi. Atir guldek dudoqchasi chimildirda ishlasin-da, kuyov bolar. Va o'ynaydi. Barmoqchasi. Atalyalar ishlaydi-ku. Katta soydan deha oqib keladi. Voy! Menga gul bergan yigitni birni oqib keladi. Yog'imda tapichka, bu yog'imda tapichka. Yonimdagi gayiniki kuyib qolgan lapichka. Jestasi. Nachalniga bitta aytib qiling endi shayton. Ha, hozir poplayman. Gul bazmlarni aytib, vaqtingizni ketkazmang. Iltimos ammajon, jestamga til tekkizmang. Meni gülüm bering. Rahmat. Gulingiz o'xshaydi. Machalkaga. O'zingiz o'xshaysiz. Abchalkaga. Bu qizga e'tibor bermaydi. Kinologiyada ishlaydi. Shuning uchun she'rlari ham kuchukcha. Bizdan bir ajoyib atlet. Hozirgi qizlarning lablari bu tekis, telefonlarining ichi to'la. Hey! Shunday qizga bir pallada kuyovning eng yaqin do'sti meni o'rtog'im Gallaziga bir ajoyib qo'shiq aytaman. Nima shunga baravar. Rahmat aka, kam bo'ling. Bo'ldi-ye. Nima qilganlaring bu? O'ynasalaring bir tret muzikaga o'ynanglar. Qo'ying muzikani. Ya onangni yerga keldi. Nima qilyapsan meni sharmanda qilib? Kallamni big'illatib qo'yding mahalla ko'ydagi oldida. Ya nima qilganing bu? Ota-bobolar qilgan ishni. Onang qilgan ishni qilmaysan. Biz paytlarda bunaqa bo'lmagan. Dasturxondagi 8 ta pomidor qani qizim? Voy dadajon, yeb qo'yibman. Voy, tanlab yeb qo'ygan qiz olibsiz. DJ bolam, qo'y, ota-bobolarni. Kelinimiz Urgutdanmi deyman, ha? Nimaga otam? Jon
Yig'lamang kelin. Arzimagan narsaga ham yig'laverasizmi? Ha? Shunday tilla qaynatani berib qo'ygan bo'lsam ham yig'laverasizmi? Masofadan turib zahrini otib qulani o'ldirib qo'yadigan qaynani bergan bo'lsam ham yig'laverasizmi? Yig'lamang jonim qizim. Qaysi duolaringizda so'rovdingizda mukammal oilani? Yig'laverasizmi? Ilohim amin. 2 yosh o'zini o'zi tinmay pig'illab ko'paytirdi. O'zbekning o't olan maysasi. Shu maysani yegani qo'yib bo'lakchi.